Diqqat aholiga tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir va qor yog'ishi ma'lum qilindi. Fuqarolar tezda videorolikni ko'ring va yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. O'zgidromet agentligi ertaga 19 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab biroz qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-2 daraja sovuq, kunduzi 1-3 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14 daraja sovuq. Usti yurtda ba'zi joylarda 15-18 daraja sovuq. Kunduz kunlari ham 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq. Cho'l hududlarda shimolda 10-13 daraja sovuq. Kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga qor yog'adi. Havo harorati kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechga tomon ayrim joylarda yomg'ir va qor bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi e'lon qilingan. Havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'lishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Shunchaki like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.